Kim zo'r bo'lishni xohlaydi? Kim maqsadiga erishishni xohlaydi? Kim boy bo'lishni xohlaydi? Sog'lom bo'lishni xohlaydi? Demak, siz noshukur insonsiz. Haqiqiy kuchli inson, haqiqiy baxtli inson, haqiqiy sog'lom inson bo'lishni xohlayapsizmi? Demak, siz noshukursiz. Siz kuchli bo'lmoqchimisiz, boy bo'lmoqchimisiz? Demak, siz noshukursiz. Boringizdan, yaratuvchi bergan barcha borliqdan rozi bo'lib, ana o'shandan lazzatlanib yashash yaratuvchiga o'zini topshirish mana haqiqiy kuch. Buning uchun siz hech narsa qilishingiz kerak emas. Siz hozir qo'rqib ketyapsizmi? Men buning uchun hech narsa qilmasam, o'tiraversam ochimdan o'laman deyapsizmi? Demak, siz yaratuvchiga umuman ishonmayapsiz. Siz yaratuvchini taqdirini umuman tushunmaysiz. Siz aytishingiz mumkin, o'tiraversam birov menga berarmidi? Sendan harakat, mendan barakat degan bu mag'ir gaplarni gapirasiz. Hadis keltiring shunday. Oyatni keltiring shunday. Yaratuvchi doim aytadi: "Men xohlagandan boshqa narsasi bo'lmaydi" deydi. Demak, qadrdonlar, siz harakat qilasizmi, qilmaysizmi, yaratuvchi aytgandan boshqasi bo'lmaydi. Turmush o'rtog'ingiz tomonda ham, boylik tomonda ham, baxt tomonda ham hech qayerda siz xohlaganingiz emas, siz intilganingiz, izlaganingiz, topganingiz emas, faqat yaratuvchining aytgani bo'ladi. Shuning uchun kuchanmang, chidanmang. Falon joyga pul sarflaysiz, falon narsalarni izlaysiz, rivojlanishga intilasiz. Yaratuvchi aytgandan boshqasi bo'lmaydi. Faqat qalloblar pulizor ishlatadi. Og'zi ochiq lapashang, dindan bexabar bo'lmang.